To'g'ri. Misol u oshqozon osti bezi og'rib yotsa, u ruxsatdan ichib yurganda yaxshi bo'lib qolmaydi-ku. Shunga lutf tekshirsin, aniqlasin bu nima ekan. O'ng qovurg'a ostidagi og'riqni hali ham aynan jigardan deb o'ylayapsizmi? Unda xato qilasiz. Yanglishasiz. Chunki o'ng qovurg'a ostidagi og'riq faqat jigardan bo'lmaydi. O'ng qovurg'a tarafda jigar joylashgan, jigar ostida o't qopi joylashgan. Aynan jigar sohasida yo'g'on ichakni ko'tariluvchi qismi ko'ndalang ichakka qayrilib o'tgan joyda ham og'riq bo'lsa, aynan o'ng qovurg'a ostida og'riq bo'ladi. Bundan tashqari, oshqozon osti bezini bosh qismi ham o'ng qovurg'a ostiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham jigardagi agar nerv tolalarini, nerv oxirlarini yo'qligini oladigan bo'lsak, aksariyat hollarda aynan jigardan emas, o't qopi, oshqozon osti bezi yallig'lanishi, ichaklardagi og'riqlar o'ng qovurg'a ostida kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari ayrim hollarda hatto o'pkada, yurak kasalliklarida ham o'ng qovurg'a ostida og'riq kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bularni aynan jigar sohasidagi og'riqlarmi, boshqami, buni bilish uchun faqat laboratoriya va instrumental tekshiruvlar o'tkazilishi shart. Shundagina tashxis aniq qo'yilgandan keyin albatta davolash ham shunga samarali bo'ladi. Agar o'ng qovurg'a ostida paydo bo'lgan og'riqlarning sabablarini aniqlolmayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa turli har xil kasalliklarda kuzatilishi mumkin bo'lgan bu og'riqlar aynan jigardan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, u vaqtda bemalol Welcome klinikasiga murojaat qilsangiz, biz albatta yordam berishga tayyormiz.